Endilikda ehtiyojmand xotin-qizlar davolanish uchun ularga 20,600 ming so'mgacha mablag' ajratiladi. 30 yoshdan katta ayrim ehtiyojmand xotin-qizlarga jarrohlik amaliyotsiz davolanish uchun beqiymat yillik baravari 20,600 ming so'mgacha miqdorda moddiy yordam ajratilishi belgilangan. Xo'sh, moddiy yordam qanday toifadagi xotin-qizlarga foydalanishi mumkin? Bir kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalarning 30 yoshdan katta xotin-qizlari 2 oylik daromadi oila a'zolari har biriga minimal iste'mol xarajatlari miqdori 2 barobargacha bo'lgan oilalarning 30 yoshdan katta xotin-qizlari ushbu yordamdan foydalanishi mumkin. Ushbu yordamdan necha martagacha foydalanish mumkin? Qaror talabi bo'yicha ushbu yordam turidan 1 yilga faqat bir marta foydalanish mumkin. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Mazkur yordam oluvchining kasalligiga muvofiq ixtisoslashtirilgan muassasalarda davolanishlarini ta'minlaydigan tibbiy xizmatning qiymati ko'rsatilgan hamda matrisali shtrix-kodga ega bo'lgan yo'llanma talab etiladi.